Xorazmning Urganchida biznesimni asirtiraman degan og'alarimiz uchun zo'r taklifimiz bor. Aynan biznesingiz uchun kattagina zdaniya qidirib yurgan bo'lsangiz, umumiy maydoni 1000 kvadrat metr bo'lgan, 3 etajdan iborat bo'lgan, yana shu kattagina zdaniyamiz zo'r baholarda sotiladi. Binomizga kirib kelaverishingizda ko'rishingiz mumkin, shunday kattagina koridor etib, xona etib bo'lingan bo'ladi. Agar siz klinika ochaman deb niyat etib qo'ygan bo'lsangiz, zo'r varianti bo'ladi. Bemalol kelib, yana shuni xarid qilib, remont etib, klinikaga moslab, klinikangizni ochib beraverasizlar. Ya bo'lmasa xususiy bog'chami, maktabmi, ya bo'lmasa institut ochaman deb yurgan bo'lsangiz, yana shu zdaniyamiz sizlar uchun tayyor turibdi. Xona etib bo'lingan, o'zingizni biznesingizga moslab turib, kelib, yana bir qator uborkasi remontini bu taxlisizda biznesingizni gazini bosaverasiz. Agar birini xususiy institut etaman deb yurgan bo'lsangiz, leksiya uchun xonalar ham yana kengina etib qoldirilgan. Bu ko'rib turganingiz esa binomizning 3-etaji bo'ladi. Bedamishining kengina xonalari bor. Endi ozgina remont etib berasizdan, o'zingizni biznesingizga moslashtirib turib, hazzatib foydalanaverasiz. Bu binomizning manziliga keladigan bo'lsak, Obolgayni ko'piridan Taxtabozor yana tushasizdan doğru yurib kelasizlar, o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Xullas, zdaniyani ko'ribsizlar, kengina etib taxlangan, umumiy maydoni 1000 kvadrat metr bo'ladi. Kelasizdan bir yengil remont etib hazzatib foydalanaverasizlar. Gazdan, suyetdan, suvdan muammosi yo'q. Eng keraklisi kadastrlar ham tayyor turibdi. Doğru notariusga borasiz, odingiz o'tadi. Narxi nechik buni desangizda, egasining nomerini qoldiramiz, bemalol telefon ostida egasi bilan kelishib turib, shu katta binoni sotib olib, o'zingizni, biznesingizni gazini bosaverasiz.